Bu o'sha davrdagi klavish mahalligi. Ha, O'sha haligi trenddagi dunyo tanigan qo'shiqlarni hit qilgan klavish mana shu. Albatta. Gap yo'q. Bugun mana shuni eshitamiz, Xudo xolasa. Do'stlar, qadrdonlar, aynan Tilmojon Matmusayevni butun dunyoga tanitgan qo'shiqlari mana shu klavishda zapis qilingan. Hozir bir boshdan har bittasini aynan muxlislarimizga yoqadigan barcha qo'shiqlarni ketma-ketlikda. Ya'ni aynan O'zbekistonimizni manaman degan mashhur blogerlar bor, mana shu blogerlar har xil vaynlarida, har xil roliklarida mana shu qo'shiqlarni ishlatadigan qo'shiqlarni birgalikda hozir bitta-bitta eshitamiz. Tilmot aka, agar mumkin bo'lsa bir boshdan hammasini, ya'ni dilam, Elmira, guli, o'yna, eng asosiysi o'yna kiyo, Nargisda lololol qo'shiqlarimiz Xudo xolasa, yana qaysi qo'shiqlar bor? Unda retro qo'shiqlar, unda hozirgi zamonaviy qo'shiqlar bo'laveradi aka. Birinchi bo'lib agar mumkin bo'lsa